O'zbek kinosi o'lgan. Oldingidek zo'r kinolar qaytib ishlanmaydi deydiganlar uchun mana bu top 3 o'zbek kinolarini tuzib chiqdim. Assalomu alaykum. Men prokuratura xodimi Adolat Aliyeva bo'laman. Laba eshitaman. Menga Fatima Murodova kerak edi. Juda og'ir. Bemorni qachon olib kelishdi? Tushlikdan keyin soat 2da. 2da? Ha. Kelganidan beri ahvoli o'zgardimi? Ularga muhim topshiriq berildi. Tinchligimiz xavf ostida. Sinovli kunlar yaqinlashmoqda. Lekin sizlarda tanlov bor. Yoki ish joyingizga qaytib xizmatingizni davom Ushbu filmlarni albatta YouTube'dan ko'rishingiz mumkin. Qiziqarli videolar chiqishi uchun menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hammaga ko'rishguncha